Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar va kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan energiya almashinuv mavzusini ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Energiya almashinuvi. Mavzuyimiz demak energiya almashinuvi ekan. Moddalar almashinuvi bu metabolizm hisoblanadi. Tirik organizmlar tarkibidagi turli xil moddalar kimyoviy reaksiya natijasida doimiy ravishda nima bo'ladi? O'zgarib turadi. Moddalar almashinuvi 3 ta bosqichdan iborat. 3 ta bosqichda amalga oshadi. Ularning esa dastlabki bosqichi. Dastlabki bosqichda oziq moddalarning tirik organizmlar tomonidan o'zlashtiriladi. Bu barcha tirik organizmlarga xos oziq modda tirik organizm tomonidan bo'ladi, o'zlashtiriladi. Endi oraliq bosqich, ya'ni ikkinchi bosqich hujayrada sodir bo'ladigan jarayonlar hisoblanadi. Misol uchun fotosintez ham kirib ketaveradi. Endi oxirgi bosqichi hayot faoliyati natijasida hosil bo'lgan keraksiz mahsulotlarni tashqariga chiqarib yuboriladi. Ya'ni qisqacha qilib aytganda, moddalar almashinuvi odam organizmi yoki boshqa tirik organizmlar oziq moddani iste'mol qildi, o'zi uchun kerakli bo'lgan moddani oladi, keraksizlarni tashqariga chiqarib yuboradi. O'sha moddalar almashinuvi hisoblanadi. Demak, dastlabki bosqich, oraliq bosqich va oxirgi bosqichlarni moddalar almashinuvi o'z ichiga oladi. Endi moddalar almashinuvi bir-biriga qarama-qarshi, lekin o'zaro bog'langan ikkita jarayon o'z ichiga oladi. Biri ikkinchisi hech qachon sodir bo'lmaydi. O'zaro qarama-qarshi, lekin o'zaro bog'langan. Endi birinchisi bu assimilyatsiya. Nomlari anabolizm, plastik almashinuv degan nomlari mavjud. Assimilyatsiya jarayonida oddiy moddalardan murakkab moddalar sintezlanadi. Ya'ni oddiy moddadan murakkab moddani sintezlanishi uchun doimo energiya sarflanadi. Endi ikkinchisi dissimilyatsiya. Dissimilyatsiya bu katabolizm yoki energiya almashinuvi. Yuqori molekulyar moddalar oddiy moddalargacha parchalanadi. Ya'ni murakkab modda oddiy moddaga parchalansa, doim energiya hosil bo'ladi. Demak, energiya hosil bo'lishi bilan bo'ladigan jarayon bu dissimilyatsiya. Energiya sarfi bilan amalga oshadigan jarayon bu assimilyatsiya. Doimo sintez bu demak assimilyatsiya, parchalanish bo'lsa dissimilyatsiya hisoblanadi. Demak, sintez reaksiyalari bu assimilyatsiya ekan, parchalanish reaksiyalari dissimilyatsiya hisoblanadi. Masala shartlarida ham keladi, masalatida assimilyatsiya demaydi. Ba'zi holatlarda sintezlandi deydi, sintez jarayoni deydi. Yoki ba'zi masalalarda endi ikkalasini bitta qilib berish mumkin. Assimilyatsiyani ham dissimilyatsiyani bitta qilib sintezlandi, parchalandi degan narsalar bo'ladi. Albatta masala ishlashda bularni e'tibor berish kerak. Keyingi video darsligimizda albatta energiya almashinuviga doir video darslik tayyorlaymiz. Unda hammasini demak ko'rib chiqamiz. Endi davoman. Energiya almashinuvi jarayoni ketma-ket keladigan 3 ta bosqichda amalga oshadi. Bular birinchisi tayyorgarlik bosqichi. Tayyorgarlik bosqichida murakkab moddalar monomerlargacha parchalanib ketadi. Misol uchun, oqsillar aminokislotaga parchalanadi. Uglevodlar glukozagacha parchalanadi. Yog'lar glitserin va yog' kislotalarga parchalanadi. Nuklein kislotalar esa nukleotidlargacha parchalanadi. Bu bosqichda juda kam miqdorda energiya hosil bo'ladi. Juda ham kam miqdorda energiya ajraladi va uning barchasi issiqlik sifatida tarqalib ketadi. Ya'ni energiya to'planmaydi. Hujayrada energiya to'planmaydi tayyorgarlik bosqichida. Endi ikkinchi bosqichimiz glukozani chala parchalanishi hisoblanadi. Bu bosqichni boshqa nomlari ham mavjud. Bu anaerob, kislorodsiz, glikoliz, achish degan nomlari mavjud. Ikkinchi bosqich, ya'ni glukozani chala parchalanishi hujayraning sitoplazmasida amalga oshadi. Demak, hujayraning sitoplazmasida glukoza chala parchalanar ekan. Demak, 1 mol glukozamiz, demak qaraymiz. 1 mol glukozamiz chala parchalangan vaqtda 2 mol ADF, 2 mol fosfat kislota
qatnashadi. Natijada 2 mol sut kislota, 2 mol ATF, 2 mol suv hosil bo'ladi. Demak, 1 mol glukozamiz chala parchalangan vaqtda 2 mol ADF, 2 mol fosfat kislota o'zaro reaksiya kirish natijasida 2 mol sut kislota, 2 mol ATF, 2 mol suv hosil bo'ladi. Demak, ikkita ATFni hosil bo'lishi uchun doimo ikkita ADF, 2 mol, ikkita fosfat kislota, ya'ni ikkita degani 2 mol degani reaksiya kiradi, natija ikkita ATF hosil bo'ladi. Bu bosqichda, ya'ni glukoza chala parchalangan vaqtda 200 kilojul energiya hosil bo'ladi. Mana 200 kilojul energiya hosil bo'ladi. 200 kilojul energiya hosil bo'lgan bo'lsa, uning 40% ATFda hujayrasida to'playdi, ATFda hujayrasida to'planadi. 40%, 60% issiqlik sifati tarqalib ketadi. Ya'ni 1 mol glukozamiz chala parchalansa 200 kilojul energiya hosil bo'lar ekan. 200 kilojul energiya hosil bo'ladi. Uni 40%, ya'ni 80% ATFda to'planadi. 60%, ya'ni 120 kilojul energiyasi issiqlik sifati tarqalib ketadi. Eslardan chiqmasin, doimo bitta ATF 40 kilojul energiya to'playdi. Bitta ATF 40 kilojul hisoblanadi. Endi ikkita ATFimiz esa 80 kilojul hisoblanadi. Endi energiya almashinuvining 3-bosqichi bu aerob bosqich yoki kislorodli bosqich hisoblanadi. 3-bosqich hujayraning mitoxondriyasida amalga oshadi. Demak, 3-bosqich kislorodli yoki aerob bosqichlari mitoxondriyada amalga oshadi. Bunda sitoplazmada hosil bo'lgan 2 mol sut kislota, 36 mol ATF, 36 mol fosfat kislotalar bilan o'zaro reaksiya kirish natijasida 36 mol ATF, 6 mol karbonat angidrid, 42 mol suv hosil bo'ladi. Natijada 2600 kilojul energiya hosil bo'ladi. Qancha ekan? 2600 kilojul energiya hosil bo'ladi. 2600 kilojul energiyaning 44,6% issiqlik sifati tarqalib ketsa, 55,4% ATF hujayrasida to'planadi. Endi 2600 kilojul energiya hosil bo'ldi. Uni qanchasi ATFda to'planadi endi degan savol bor. Demak, bizda 1 mol ATF hujayrasida 40 kilojul energiya to'plar edi. Endi 36 mol ATF qancha to'playdi desak, 1440 kilojul energiya ATFda to'planadi. 1440 kilojul energiyani 2600 kilojul energiyani ayiradigan bo'lsak, 1160 kilojul energiya issiqlik sifatida tarqalib ketadi. Endi ikkinchi bosqichni ko'rdik. Glukoza chala parchalanyapti. 3-bosqichda glukoza 2 mol sut kislota hosil bo'lganda, u ham parchalandi. Endi oxirgisi glukoza to'liq parchalanadi. Demak, glukozaning to'liq parchalanish jarayoni ham mavjud. Ya'ni aerob bosqichi bilan anaerob bosqichlar yig'indisi. Endi bunda 1 mol glukozamiz to'liq parchalansa 38 ta ADF, 38 ta fosfat kislotalar o'zaro birikib 38 ta ATF hosil qiladi. 6 mol karbonat angidrid, ya'ni bu glukozadan hosil bo'lyapti va 44 mol suv hosil bo'ladi. Ya'ni bizda mitoxondriyada 42 mol suv hosil bo'lgan edi. Sitoplazmada 2 mol suv hosil bo'lgan edi. Yig'indisi 44 molni hosil qiladi. Endi bularni o'zlari yana bir marta ko'rib chiqasizlar. Oxirgi xulosa qismiga o'tamiz. Demak, jadval asosida tushuntirib beraman. Ya'ni oxirgi marta. Demak, qaraymiz. Energiya almashinuvi 3 ta bosqichdan iborat. Tayyorgarlik bosqichi, glikoliz bosqichi va kislorodli bosqich. Tayyorgarlik bosqichida birinchi mahsulot sifatida kraxmal olingan. Kraxmal glukozagacha parchalanadi va
qancha energiya hosil bo'lishi noma'lum yoki masala shartlarida aytib ketadi. Tayyorgarlik bosqichida shuncha energiya hosil bo'ldi deb aytib ketadi. Endi issiqlik sifatida tarqalib ketgan energiya doimo 100% bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, tayyorgarlik bosqichida qancha energiya hosil bo'lsa ham, uning hammasi issiqlik sifatida tarqalib ketadi. ATFda saqlanib qolgan energiya esa 0% bo'ladi. Hosil ATFlar soni nima bo'ladi? Noma'lum bo'ladi, yo'q bo'ladi. Endi tayyorgarlik bosqichi qayerda amalga oshadi? Oshqozon va ichakda amalga oshadi. Oshqozon va ichakda, ya'ni bakteriya organizmlarning ovqat hazm qilish organlarida amalga oshar ekan. Endi ikkinchi bosqichimiz glikoliz bosqichi, ya'ni anaerob bosqich. Bunda 1 mol glukozamiz, 2 mol ADF, 2 mol fosfat kislota bilan reaksiya kirishining natijasida 2 mol sut kislotani hosil qiladi. Demak, 2 mol sut kislota hosil qildi. Umumiy 200 kilojoule energiya hosil bo'ldi. 200 kilojoule energiya hosil bo'ldi. Uning 120 kilojoule issiqlik sifatida tarqalib ketyapti. 80 kilojoule ATFda to'planyapti. Yana natijada 2 mol ATF hosil bo'ldi. Endi glikoliz yoki anaerob bosqich qayerda amalga oshar ekan? Sitoplazmada amalga oshadi. Uchinchi bosqichimiz aerob bosqich, ya'ni kislorodli bosqich. Bunda 2 mol sut kislota, 36 mol ADF, 36 mol fosfat kislotalar bilan o'zaro reaksiya kirishi natijasida 6 mol karbonat angidridni hosil qiladi. 42 mol suvni hosil qiladi. Natijada 2600 kilojoule energiya hosil bo'ladi. 2600 kilojoule energiyaning 1160 kilojoule issiqlik sifatida tarqalib ketadi. ATFda esa 1440 kilojoule ATF hujayrasida saqlanadi. Uchinchi bosqichda qancha ATF hosil bo'lar ekan? 36 mol ATF hosil bo'ladi. Uchinchi bosqich mitoxondriyada amalga oshadi. Endi umumiy parchalanish, ya'ni 1 mol glukozamiz to'liq parchalansa, doimo o'zgarmas bu sonlar. Doimo 1 mol glukozamiz to'liq parchalansa, 6 mol karbonat angidrid, 44 mol suv hosil bo'ladi. Natijada 200 bilan 2600 kilojoule energiya yig'indisi 2800 kilojoule energiyani hosil qiladi. Natijada issiqlik sifatida tarqalib ketgan energiya 1280 kilojoule. 120 ga 1160 kilojoule energiyani qo'shadigan bo'lsak, 1280 kilojoule energiya 1 mol glukozamiz to'liq parchalangan vaqtda issiqlik sifatida tarqalib ketadi. Endi ATFda to'plangan energiya qancha? Ikkinchi bosqichimizda 80 kilojoule energiya to'plangandi. Uchinchi bosqichimizda 1440 kilojoule energiya to'plangan edi. Ikkalasining yig'indisi esa 1580 kilojoule energiya 1 mol glukozamiz to'liq parchalangan vaqtda ATF hujayrasida to'planadi. Endi 1 mol glukozam to'liq parchalangan vaqtda doimo 38 mol ATF hosil bo'ladi. Sitoplazmada 2 mol ATF hosil bo'lgan edi. Mitoxondriyada 36 mol ATF hosil bo'lgan edi. Ikkalasining yig'indisi 38 mol ATF hosil qiladi. Endi umumiy parchalanish doimo sitoplazma va mitoxondriya yig'indisi hisoblanadi. Endi demak, bugungi energiya almashuv mavzuyimizni qisqachasi shundan iborat edi. Keyingi darslarimizda energiya almashinuviga doir masalalarni ko'rib chiqamiz. Agar sizlar uchun video darsligimiz ma'qul kelgan bo'lsa, yoki siz uchun yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va bizni kuzatishda davom etasiz degan umiddaman.